haqiqatdan har bir bandasini hurmat qilib, hech kimni bir tiyini yemasdan, ayolni ayol kishidek ko'rib, erkakni erkakdek ko'rib, farzandlarimizga muhabbat berib, ota-onamizga muhabbat berib, O'zbekistonimizga muhabbat berib, prezidentni orqasidan qarg'ayvermasdan Alloh rozi bo'lsin deb, rahmat, vaqti kelsa 4 ta farzandimiz eplay olmaymiz. Necha million odam oson emas qizlar. Hamma joyda bor-ku, faqat rahmat aytish kerak. Prezidentga rahmat, hokimlarga rahmat. Nima qilsa qilaversin. Minnatdormiz. Hammaga minnatdorchilik aytavering-da. O'shanda sizdan minnatdorman degan energiya chiqadi. Tasavvur qiling-da. Bir kunimizni O'zbekiston bo'yicha misolchi mana, davaychi mana 6-sentyabr minnatdorchilik kuni deb e'lon qildi Mirziyoyev. Deylik. 6-sentyabr kuni ves o'zbeklar 12 ta viloyatdagilar ertalabdan kechgacha minnatdormiz. Ey Allohim minnatdormiz. O'zbekistonda tug'ilganimiz uchun, prezidentimiz uchun, mana shu minnatdorchilik bor bo'lgani uchun, osmonimiz ochiq bo'lgani uchun, zamonimiz tinch bo'lgani uchun, kreditimiz bor bo'lgani uchun, TVC uchun rahmat, Anorbank uchun rahmat. Rahmat deyish kerak. Hay, noshukirlar. Yordam beradi-ku. Kimdandir olsangiz ko'zingizdan cho'q oladi sizni. Pul berganman senga, pul berganman deb. TVC indamaydi. Foizini oladi, lekin indamaydi. Men yaxshi ko'raman TVCni. Menga pul kerak bo'lsa TVCdan olaman, yana qaytib beraman. Bo'ldi. Minnatdorman deyman TVCga. Shunchalik minnatdor bo'laverganimdan hozir menga umuman kreditim yo'q meni. Потому что men hamma bankni yaxshi ko'raman. Mana shunday bir kunimiz agar biz minnatdorchilik kun qiladigan bo'lsak, hozir kim tushunadi? Agar psixologiyaga yaqin odam bo'lsa, siz tushunasiz. Agar siz O'zbekistonda 6-sentyabr minnatdorchilik kuni bor, ves O'zbekiston qarg'ayvermasdan, bir-birini yomonlayvermasdan O'zbekistonni, noshukr bandalar. Prosta ertalab turganimizlar hammamiz bor-ku, bugun minnatdorchilik kuni ekan, dadasi, minnatdor bo'laylik shu farzandimiz uchun. Qaynonam bor bo'lgani uchun, uyimiz, mayli kichkina bo'lsa ham uyimiz borligi uchun, masalan, ovqatimiz borligi uchun, tan jonimiz sog' bo'lgani uchun, ko'zimiz bor, quloqimiz bor. Ertalabdan kechgacha minnatdorman desangiz bor-ku, ves O'zbekistondan bilasizmi qanaqa energiya ko'tariladi? Minnatdorman degan. Mana shunday bo'lib ketadi O'zbekiston. Hozir O'zbekistondan ko'tarilayotgan energiyani men his qilaman. Palonchi yomon, pistanchi yomon, nalog ko'tarib, nalog to'lash kerak ekan, bizani o'ldiradi, svet mana bunaqa bo'pti, limit ko'tarilib ketdi, bunaqa bo'pti. Tepadan qarasang O'zbekiston yomon deyotgan energiya ko'tariladimi va u yomon bo'laveradi.